Assalomu alaykum hurmatli bog'bonlar, aziz vatandoshlar. Mana bugun 31-may 2026-yil. Xo'p, 21-aprelda degan payvandlarimiz bor edi. Videolarini bevosita qo'ygandik. Mana payvandlarimiz holati endi bu tagidan pattalab ketdi, ya'ni oshchinavzalar chiqib ketdi. Bularni olishga hech imkoniyatimiz bo'lmadi. Yog'ingarchiliklar ko'p bo'lganligi sababli qo'limiz tegmadi. Endi asta sekinlik bilan qilishni boshlaymiz. Mana payvandlarimiz sekin asta rivojlanib kelyapti. Bu yil ob-havolar juda injiq keldi. Hammaning xabari bor viloyatimizda. Samarqand viloyatida boshqa kanallarda ham juda ko'p yog'ingarchiliklar bo'ldi. Shu hisobdan bularda yong'oqlarimizni ham ishlov berish imkoniyati bo'lmadi. Bu yerda X185 qilganmiz. Buni holati afsuski bu yerda qushlardan hech tartibga solinmayapti. Ikkita qalamcha taqqanmiz. Mana bittasi o'sha ko'karib kelgan, ikkinchisini ham tanasida namlik bormi? Tanada namlik bor. Xohlasa bu ham ko'karadi. Pastdan navda surishi mumkin. Mana ko'rib turibsiz. Bu yerga ham ikkita qalamcha taqilgan edi. Ikkita qalamcha mana shunchalar bo'g'alab ketgan. Endi buni yarimigacha ochamiz bularni. Qushlarning zarari ko'rib turibsiz. Qarg'a, hakka, maynalar zarar. Bunlardan hech qutulib bo'lmayapti. Endi yomg'ir ko'p bo'ldi haqiqatdan. Bularni tartibga solish imkoniyati bo'lmadi. Bu yerda taxminan bir 300 talar payvand bor edi. Ba'zan yomg'irlarda yopdik, ba'zan yopa olmadik. Shunaqa holat bo'ldi. Ularda menimcha bu ikkalasi ushlamadi. Xayolim. Nega yopgandik, ana shu qushlar kelib kovlab tashladi. Qadargina bu hakkadan qutulishga imkoniyati yo'q. Ikkita qalamcha taqqanmiz. Ikkalasi ham mana shu bir qarish navda surgan. Endi bularni bitta yengil shakl beriladi. Shakl berib bularni pastdan oziqcha, pastdan oshiqcha navdalarni tozalaymiz. Shu daraxtga yaqin joydan qoldiramiz, ya'ni payvandga yaqin joydan qoldirib qolganlarni olib tashlaymiz. Pastdan chiqqan navdalarni va bularni yarimigacha ochamiz. Shu holat daraxtlarimizni bu yerda. Ba'zilar aytadiki, payvand qilingandan ne buncha ko'karish qiyin bo'lyapti deydi. Ba'zilar payvand qilingandan keyin o'rtacha 1 oy 40 kun muddat kutish kerak. 1 oy 40 kun muddatdan keyin ular amal olib navda surishni boshlaydi. Ularni ham 21-aprelda qilgan bo'lsak, mana bugun 31-may. Ro'parasi 40 kun bo'ldi. Endi tepadan ko'klamaganlari pastidan surgan bo'lishi mumkin. Buni avvalo ochib ko'rganimizdan keyin bilamiz. Ba'zilar tepasidan surgan, ba'zilari pastdan surgan. Endi buni ochganimizdan keyin vaqt ko'rsatadi. Buni usti mevalari bilan turibdi. Bu mevalarni olib tashlaymiz. Bizga umuman keragi yo'q. Ikkita qalamcha taqilgan, ikkalasi ham ushlagan. Даже pastdan ham surib olgan, pastki navdalarni ham ko'rib turibsizlar. Qasi shunaqa holat. Alloh nasib qilsa, keyingi yilga planimiz bu yerda yana turistlar bor. Shularni o'zgartiramiz etap-etap. Endi bundan navdalarni qoldirsak bo'ladimi desak, bu qoldirsak ham zarari yo'q, qoldirmasak ham. Endi to'liq olib tashlashda zarari bor. Negaki, chunki bularni hali to'liq amalga kirib bo'lgan yo'q. Fotosintez jarayoni to'liq ta'minlangandan keyin etap-etap olib tashlaymiz. Hozir pastki
chiqqan novdalarni tozalaymiz, tepadan novda qoldiramiz. Deylikki har yo'nalishdan 3 ta, 4 ta, 5 ta qoldiramizki, bu payvandlarimiz to'liq, ya'ni o'rtacha 1 metrga yetgandan keyin etap-etap olib tashlaymiz. Mana bu yerga ham mana taqqamiz, uni pastdan ko'karib kelgan. Pastdan ko'karib kelyapti. Mana bu yerda novda surgan, mana qushlar yeb qo'ygan. Mana bunisini bilmaymiz holatini, kavlab ko'rib keyin ochgandan keyin bo'ladi. Bu yerda bilmayman endi ikkita qalamcha taqilgan, ikkita qalamcha ham mana ikkitadan 4tadan surib tashlagan. Xudo barakasini bersin. Juda ko'p sinovda surib yuboribdi. Mana pastdan ham surib kelyapti, tepadan ham surgan. Bu qatorimizni ko'ramiz. Endi hammasiga kichiklik masalasi, endi hamma dehqonchiliklar bilan boshlanganligi uchun vaqt yetmadi. Xudo nasib qilsa bularni ham tartibga solamiz. Mana bu yerga ham mana ko'rib turibsiz. Mana ikkita qalamcha taqilgan. Bu ham pastdan surib kelgan. Mana pastdan novda beryapti, pastdan ikkita novda bergan. Bu yerdan qalamcha ko'z qo'yganmiz, ko'zni mana yerdan ko'z qo'yganmiz. Bu ko'zni qushlar yeb qo'ygan. Shu surib kelishni boshlaganda qushlar zarar yetkazgan. Bu yerda holat nima? Bu yerda holat bular qalamchalar qorayib ketgan bular. Chunki yomg'ir o'ta ko'p bo'ldi. 2 marta, 3 marta yomg'irdan biz yopdik, ochdik, ochdik, oxiri Xudoga tavakkal qilib qo'ydik. Buyog'i Xudoga omonat deb. Endi baribir aytadiki, urush qurbonsiz bo'lmaydi deb. Baribir bo'ladi. Chidaymiz bunisiga. Mana bu yerda ham xuddi shunday. Qushlarni ko'ryapsiz. Kovlab tashlagan hamma yoqda. Endi novda chiqarib, endi surgan. O'zini tanasidan chiqqan novdalar уже 1 metrdan oshib ketgan. Shuning uchun endi bularni sekin-asta tozalab, Xudo nasib qilsa tartibga solamiz. Buni qarang, o'rmon bog'lab ketgan. Shu vaqt masalasi yetmayapti. Bu yerda ikkita qalamcha taqilgan. Ikkita qalamchamiz ham novda surgan. Gullayapti. Bu yerda meva solgan, meva changlanmasdan to'kkan mevani. Umumiy holatda shunday. Mana bu yerda yaxshi navlarimizni qoldirganmiz, serhosil navlarimizni. Yaxshi hosil beradiganlarni qolganlarni to'liq o'zgartirib chiqamiz. Endi umumiy holatda bilmaymiz. Xudo nasib qilsa yaxshi natijalar chiqadi deb niyat qilib turibmiz. Hali qochib ko'rganimiz yo'q, bor baribir. Aytganimizdek, urush qurbonsiz bo'lmaydi degandek, ularda ham baribir qurganlari bor, ushlamaganlari bordir. Endi bu yog'i Xudodan hammasi. Hammani dehqonchiligiga omad, Alloh barakasini bersin. Qiladigan ishimizni Alloh xayrlisini bersin. Kimga qiziq bo'lsa, ana shu videolarni ko'rib borsangiz, qanday payvand qilish, nima ishlamlar qilish, hammasini etap-etap ko'rsatib boramiz yana. Ya'ni bu payvandlarimizda keyingi ishlamlar nima qilishimiz kerakligini aytamiz. Endi birinchi ishlamimiz buni tegini ochib chiqamiz. O'sha ochiqcha novdalarni olib tashlaymiz. Payvandlarimizni yarmigacha ochamiz va keyingi ishlamimiz bularga har biriga dastak qo'yib chiqamiz. Holatiga ko'ra dastak qo'yishimiz shart. Har bir payvandga bittadan yoki ikkitadan dastak qo'yilib borish kerak. Dastak qo'yilmasa bular mana ko'rib turibsiz, mana bu yerda shuncha novda surgan. Bularda bizga asosiy bitta yoki ikkitasi kerak bo'ladi. Qolganini olib tashlaymiz. Shu payvandimizni ham keyin mana bu yerdan o'rtadan bitta dastak berib, ularni baylab qo'yamiz. Keyinchalik esa olib tashlaymiz. Uni pastlardan ham ko'karib chiqqanlarni olib tashlaymiz. Ya'ni o'sha payvandimiz o'rtacha 30-40 sm ga ko'tarilgandan keyin
Buni yoniga bitta dastak qo'yishimiz kerak. Ya'ni 3 metrlik dastak qo'yilib, bular keyin etap-etap bog'lab boriladi va keyinchalik pastki qatlam ham ochiladi. Tuproqlar olinmaydi, faqat salafan olib tashlanadi. Hammaning ishlariga omad, dehqonchilikka Alloh baraka bersin.